Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun bizlar bilan navbatdagi mazali retseptni birgalashib tayyorlaymiz. Demak, eng avvalo bizga kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkamizni xuddi videoda ko'rib turganimizdek bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak. Bo'laklarga bo'lib olganimizdan keyin kartoshkamizni qozonchamizga solamizda, ketidan kartoshkani ko'madigan darajada muzdek suv qo'yamizda. Endi bularni olovga qo'yishimiz kerak bo'ladi, ya'ni gazga qo'yamiz. Tuz sovatganda ham juda ham ko'p tuz sovarmaymiz. Tuz sovatganimizdan keyin hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qiladigan ishimiz shu kartoshkalarimizni tayyor bo'lishini kutamiz. Kartoshkalarimiz yumshoqqina bo'lib pishib tayyor bo'ldi. Endi buni suvini ozgincha sovutamiz. Sovutishimizdan oldin kartoshkamizni xuddi shunday qilib suvini elakdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga kartoshkani suvini o'zi kerak. O'shaning uchun elakdan o'tkazib olyapman hozir. Bu kartoshkani suvini endi iliq holatiga kelguncha sovutib olamiz. Suvimiz juda ham sovib ketish kerak emas. Suvimizni iliqdan ozgincha issiqroq holatida ishlatishni boshlaymiz. Idishimizga suvimizni quyganimizdan keyin yarim choy qoshiqda quruq dro'jja solamiz. Uni ketidan bir dona tuxum va albatta elangan un solishimiz kerak bo'ladi. Hammasini asta-sekinlikda aralashtirib olamiz. Unimizni sifatiga qarab hamda hamma har xil un ishlatadi. Shuni holatiga qarab unimiz yo retseptda yozilgandan ko'proq yoki-da kamroq ketishi mumkin. Shunga ham e'tibor beramiz. Xamirimizga asta-sekinlikda ishlov berishni boshladik. Shu holatiga kelganda endi 2 osh qoshiqda o'simlik yog'i sovaramizda, yana ishlashda davom etamiz. Un qo'shayotganda sal ehtiyot bo'lamiz. Juda ham qattiq qovuradigan bo'lsak, pirojkalarimiz ozgincha dag'al bo'lib chiqadi. Xo'sh, endi videoda ko'rsatilgandek qilib ishlov beramiz. Chiroyli qilib yumshoqqina xamir qorishimiz kerak bo'ladi. Pirojkani xamirlari juda ham yumshoq bo'ladi. Qo'l bilan ushlaganingizda ham mayingina xamir tayyor bo'ladi. Endi idishimizga nomiga yog' quyamizda, hamma joyini yog'lab xamirimizni ko'tarilishiga qo'yib qo'yamiz. Mana uyimda bu xamirim 1 soatga bormay ko'tarilib chiqdi. Orada gapirib o'tmoqchimanki, hammani uyi har xil. Agar sizning uyingiz sovuqroq bo'lsa va oshirma xamirlaringiz ko'tarilib chiqmasa, biron bir idishimizga, ya'ni kichkinaroq idishga issiqroq suv quyamizda, uni ustiga o'sha xamir qorilgan idishni qo'yib qo'yishimiz kerak va uni ustidan qalinroq qilib yopadigan bo'lsak, xamirimiz juda ham tez ko'tarilib chiqadi. Men ba'zi hollarda shunaqa qilaman. Agar sizning uyingiz ham sovuq bo'lsa, shu maslahatga bir amal qilib ko'rsangiz, menimcha sizlarga ham yordam beradi degan umiddaman. Endi ishimizga qaytamiz. Mana ko'tarilib chiqqan xamirlarimizni chiroyligina qilib ish stolimizni nomiga yog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Qo'limizni ham ozgincha yog'lab olamiz. Endi bularni yong'oqdek kattalikda hammasini bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'laklarga bo'lib oldik. Endi buni salofan bilan yopib qo'yish esimizdan chiqmasligi kerak. Bo'laklarga bo'lingan dumaloqchalarni qo'limiz bilan yoyib chiqsak ham bo'ladi. Xamirimizni juda ham yupqa qilishimiz kerak emas. Shunga ham e'tibor beramiz. Orasiga nachinkani solganimizdan keyin endi xamirlarni bir-biriga yopishtirishimiz kerak bo'ladi. Hamma joyini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Ozgincha joyi ham ochiq qolgan bo'lishi kerak emas. Xamirlarimiz yopib bo'lingandan keyin yopilgan tarafini pastga qarab qo'yamiz. Xuddi shu shaklda xamirlarimizni hammasiga ishlov berib bo'ldik. Endi bularning ustini yaxshilab salofan, uni ketidan sochiq bilan yopamizda 5 minutga qoldiramiz. 5 minutda ichida xamirlarimiz kerakli darajada ko'tarilib chiqadi. Xamirlarimiz mana ko'tarilib chiqdi. Endi bu xamirlarni qizib turgan yog'imizda qovurib olishimiz kerak bo'ladi. Yog'imiz qizib turgan bo'lgani bilan, lekin olovimiz juda ham baland bo'lishi kerak emas. Agar olovimiz baland bo'ladigan bo'lsa, pirojkalarimizni ustki tarafi, ya'ni usti
tez pishib qolib, ichi bersh bo'lib qolishi mumkin. Mana videoda o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Pirojkalarimiz birin-ketin pishib tayyor bo'lyapti. Hurmatli opam, singlim, sizdan yana bitta iltimos. Siz qaysi joydan turib mana videomni ko'rayotganingizni kommentariyada yozib qoldirishingizni juda ham xohlardim, chunki menga juda ham qiziq mana videomni qaysi joylardan turib tomosha qilishayotgani. Demak, yana videoga qaytadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, pirojkalarimiz juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib tayyor. Pirojkalarimiz mana tillarang bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Endi bitta ishimiz qoldi. Limonli choy damlaymiz. Achchiqlarni ochamizda, uyda kim bo'lsa hammani chaqiramiz. Agar pirojkani ko'p tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, oldingizda eng yaxshi ko'rgan qo'shningizga ham uzating. Sizni duolarida eslab qo'yadi. Shu bilan bugungi video retseptim o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.